Endi Yevropa gazni o'ylab ishlatadi. Putin muhim qarorni imzoladi. Assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin do'st bo'lmagan davlatlar bilan gaz savdosi qoidalari to'g'risidagi farmonni imzolaganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, bu kabi davlatlar Rossiya banklarida rublda hisob ochishi kerak. Bugun men Rossiya tabiiy gazini do'stona bo'lmagan davlatlar bilan savdo qilish qoidalarini belgilovchi farmonni imzoladim, dedi prezident. Unga ko'ra, agar do'st bo'lmagan mamlakatlardan kelgan xaridorlar yangi to'lov shartlarini bajarmasa, amaldagi gaz yetkazib berish shartnomalari to'xtatiladi. Yangi qoidalar 1-apreldan kuchga kirishi ma'lum qilindi. Biz bunday davlatlarning pudratchilariga aniq va shaffof sxemani taklif qilamiz. Rossiya tabiiy gazini sotib olish uchun ular Rossiya banklarida joriy yilda rubl hisob raqamlarini ochishlari kerak, dedi Putin.